Mana o'tib ketdi. Burada mana elektrobayklar eng ko'pi mana bunaqa holatda. Yo'lning chetida bir yo'lakcha qilib qo'ygan ekan, ana kirib ketdi shu yo'lakka. Ketdi shu bo'yicha. Haydab ketaver ekan. Shunisiga qo'yil. Ko'p mashinalari elektrokarlar, havosi toza, benzini yo'q. Ya'ni benzinni kuygan shuydi. Atmosfera yaxshi-yu, lekin men bu ko'rayotganinglardagi nima deydi? Oq tutunlik bu Shanxayda asli shunaqa bo'lishi ham kerak, chunki atrofdagi chiqayotgan har xil gazlar, anaqalar osmonga yig'ilib qolganda, ana changlar, mana va hamma shaharni qurganda, ana shu yo'qolmagan. Shu qolib ketgan. Endi atmosferani yopib qo'yganiga ular quyoshni uncha ko'ra olmaydi. Yorishganda ko'ramiz, lekin quyosh uncha Shanxayda ko'rinmaydi deb eshitganman. Koreyada ham shunaqa. Mana shu chiqayotgan tutunni koreyaliklar yoqtirmaydi.